Makinisa kızım Ferengiz, sizler bu dətidən alıb tələbə buldunuz. Mən sizlərlə təbrikliyim və sizlərlə fəxrlənəmən. Oylayım məktəbimizdə sizlərə oxşayan oxucular sanı köpəyədi. Ta'limga berilayotgan investitsiya bu eng yaxshi investitsiyadir va shuning uchun ham eng chekka manzillardagi oddiy maktablarda ham bugun yoshlarimiz yaxshi natijalarga erishmoqda. Gurlan tumanidagi 6-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bugungi kunda 8 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. E'tiborlisi, ular orasida har tomonlama bilimli va muddatidan oldin talabalikka qabul qilingan o'quvchilar ham bor. Bu o'quvchilar iqtidor va mehnat uyg'unligining yorqin namunasidir. Men hozirda tibbiyot yo'nalishi bo'yicha 5 ta sertifikatni qo'lga kiritganman. Toshkent tibbiyot akademiyasining Urganch filialiga muddatidan oldin talaba bo'lganman. Bu yo'nalishni tanlashimda avvalo o'zimning qiziqishim va oila a'zolarimning ko'pchiligi shu soha bo'yicha ketishi menga bu sohani tanlashimga yordam berdi. Va bunday yutuqlarga erishishimda avvalo prezidentimizning yaratib berayotgan imkoniyatlari va ota-onamning qo'llab-quvvatlashi va maktab o'qituvchilarimizning berayotgan yordami katta bo'ldi. Ta'lim bo'yicha prezidentimiz yaratib berayotgan imkoniyatlari, shu sertifikatlarning joriy etilishi, ularning ta'lim sohamizda, kasb tanlashimizda va yurtimizning rivojlanishina katta yordam beryapti. Bunday natija tasodif emas, bu erta belgilangan maqsad, tinimsiz izlanish, kuchli intizom va ustozlar ko'magining samarasidir. Ular fan olimpiadalari, sertifikatlar, chuqurlashtirilgan ta'lim dasturlari orqali o'z bilimlarini isbotlab, yoshiga nisbatan yuqori darajadagi salohiyatni namoyon etmoqda. Maktabimizda yaratilgan shart-sharoitlardan foydalanib, 4 ta sertifikatni qo'lga kiritdim va 189 ball to'plab Jahon tillari universitetining filologiya fakultetiga muddatdan oldin talaba bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritdim. Bu yutuqqa erishishimda menga katta yordam bergan ustozlarimga katta rahmat aytaman. Chekka hududdagi oddiy qishloq maktabining 8-sinf o'quvchisi kimyo fanidan A darajadagi sertifikatni qo'lga kiritgan. Bu ko'rsatkich allaqachon shogirdlar ustozlardek yuqori natija qayd etayotganligini ko'rsatadi. Xorazmiya olimpiadasining tuman va viloyat bosqichlarida birinchi o'rinlarni egallab, keyingi Xudo xolasa respublika bosqichlarida ham g'alaba qozonishga harakat qilaman. Men kelajakda tibbiyot xodimi bo'lishim uchun kimyo va biologiya fanlarini yaxshi o'rganib, yaxshi mutaxassis bo'lishim kerak. Shuning uchun hozirdan harakat qilyapman. Xorijiy mutaxassislarni jalb qilinishi natijasida ta'lim maskanida o'quvchilar kichik yoshdanoq xorijiy tillarda bemalol muloqot qila olishadi. Chet eldan kelgan o'qituvchi bor, Filippindan. Uning yordami bilan ko'plab o'quvchilar musobaqalarda, olimpiadalarda shunga yaxshi o'rinlarni olib, yuqori o'rinlarni olyapti. Va sertifikatlarda ham katta yordam beradi. Masalan, speaking, listening, reading shu taraflama katta yordam beradi o'qituvchimiz. Nafaqat ular va deyarli maktabimizda barcha o'qituvchilar sertifikatga ega. Prezidentimizga tashakkur bildirmoqchiman. Chunki shunaqa chetga yoki shahardagi, uzoq shahardagi maktablarda ham shunaqa chet eldan kelgan yuqori ta'lim egasi bo'lgan o'qituvchilar kelib bizga ta'lim bergandan juda ham mamnunman. Bugungi kunda yoshlar nafaqat dars qilib, balki o'z g'oyalari orqali jamiyatga foyda keltirayotgan yangi avlod vakillariga aylanmoqda. Ular orasida startapchi o'quvchilar ham borki, maktab partasidan tadbirkorlik sari dadil qadam tashlashmoqda. Bu loyiham, bu qurilmam qo'lbola inkubator hisoblanadi. Bu loyiham orqali men imkoniyati cheklangan insonlarni o'z bandligini ta'minlab, daromadga kirishi uchun hissamni qo'shdim. Bu inkubatorning afzalliklari bu boshqa mahsulotlarga qaraganda narx jihatdan 2-3 barobar arzon. Ta'lim muassasamizda yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, ta'lim sohasidan bir qancha yutuqlarga erishganman. Men kelajakda shifokor bo'lmoqchiman. O'zbekiston tibbiyotiga o'z hissamni qo'shish niyatidaman.
Startapchi o'quvchi uchun eng muhimi g'oya, izlanish va harakat. Mablag' yoki katta jamoa har doim ham shart emas. Ba'zan oddiy muammoning oddiy yechimi katta biznesga aylanishi mumkin.